Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana katta yo'l yoqasida joylashgan yo'lni ko'ringlar. Mana ko'ryapsizlar, serqatnovli mana shu tarafdan. Lekin mana bu radar 70 tezlikda uradigan radar ekan. Eng qizig'i shu radar 70 tezlik ko'rsatib turgan belgi, yo'l belgisi qayerdaligini ko'rsatay, mana qaranglar. Mana kuzatib turinglar, qayerga radar qo'yilgan. 70 tezlik ko'rsatuvchi. Mana ko'rdinglar, ichkari kirgandan keyin mana bu yerda qo'yilgan radar belgisi. Bunga necha endi bu o'ylab topilgan nima bo'yicha. Mana hozir yana qaytib borib ko'rsataman sizlarga yo'lni o'zini. Ichkarida kulginli holati mana yo'l belgisi, mana katta yo'lga chiqamiz. Bir 10 metr katta yo'lga chiqqandan keyin mana qatnov o'sha yerdan boshlanadi mana. Bu taraf ham katta yo'l. Bu Angor tumanida joylashgan ekan, eng qizig'i. Lekin belgi ichkarida bir 10 metr pastda ko'rinmaydigan joy, daraxtlar orasiga qo'yilgan. 70 tezlik belgilovchi, ko'rsatib turuvchi belgi.